Açık devatsanlar açık degan için vayga yetkizib oddiy bitirib qo'ydim bugun. Vah. Xitoy inson ulardan chiqmadi. Voy 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 voy. Aygılatçı mekilan ştik bulun. Hele qamme nime neydi apet ayet oturup laziya otam nime? Voy Yusufcan nima ish qilyapsiz? Bu oshxona emas bu. Bu degan arzu to'ldirish guruhimizning ishxonasi bu. Laziga tegibsiz-ku. Men bu yerda men bu mukofot olib keldim. Katta faoliyatlar bor deydi. 120 ming mukofot bor deydi. Shuning oldini olib tayyorlab qo'ydim ha. Bu mukofotni siz anglab qo'yibsiz-da. Bu mukofotni Laziganga bermaymiz. Maktabda yaxshi o'qib, yaxshi natija olganligiga beramiz. Bu 120 ming mukofot deb anglaganınız to'g'ri. Bu hamda bizningki shu yangi Nobel arzu to'ldirish guruhimizda arzu to'ldirgan bolalarga numar yuqori chiqqan bolalarni tanlab 60 nafar bolani tanlab turib, shularga berilgan mukofot. Aygül muallim Şinjan'daki 20 o'rinda sizningki shu yangi Nobel arzu to'ldirish o'rinlari var ki qanday ortiqcha, qanday olaydi deb tushunib qo'ymoqsiz. Bo'ldi, tushuntirib qo'yay. Bu yoq lazisini yeversin, men tushuntirib beray. Bizning yangi Nobel bir yo'nalish arzu to'ldirish guruhimizning maxsus o'zimizning markasida ishki sistemamiz bor. Sizning olgan numaringizni bizning shu sistemaga kirgizgandan keyin Jumbo'dagi 3000 maktabning ichidan sizning numaringizlar o'tkazib bo'lgan maktablar avtomatik tanlanib chiqadi. Shu tanlanib chiqqan har bir maktabning har bir kasbiga sizning orzuyingiz, qiziqishingiz, oilangizlarning talabi, oylik hisob ahvolingizda, umumyuzlik ahvolingizga moslashtirib orzuyingizni to'ldirib beramiz. Andan keyin bizning o sistemamizda numar analiz qilib turib to'ldirib beramiz. Bu numar analiz qilish degan nima degan joyda sizningki numar isrof bo'lib ketmaslikka eng yaxshi holatda, eng yaxshi maktab, eng yaxshi kasbga bora olishingizga yuqori sifat kafolat qilib bo'ladigan ishchi bu. Andan keyin bu bizning yana birisiga biz to'xtamlashib turib arzu to'ldirib beramiz. To'xtamlashib arzu to'ldiramiz. Hukumat egdorligidagi maktablarni yezib turamiz. Navada biz yezib bergan shu hukumat egdorligidagi maktablarni chaqirib kelmay qolib qolsa, biz pulingizni qaytarib beramiz degan kafolat to'xtam bu. To'g'ri. Bu. Andan keyin bizningki shu Shinjongning 20 o'rinda muqim tarmoq o'rinimiz bor bo'lib, biz kasblashgan, sistemlashgan, ko'lamlashgan kollektiv. Arzu to'ldirib bo'lgandan keyin yo'qolib ketmaymiz. Biz shu o'quvchilar bizda arzu to'ldirib chiqqan o'quvchilar shu hayotida uchirgan kasbiy qanday qiyinchiliklarni erishishdan tortib shu uchirgan masalalarni bizdan maslahat so'rasa oxirigacha biz yaxshi maslahat berib yetakchilik qilamiz. Ben yaxshi tushuntirib qo'ydingiz. Maktab biz ming yaxshi orzu, yaxshi to'ldira olmay qolsak, yaxshi yerga borolmay qolib qolsak, bizning orzumuz bo'yicha atigi ushlamoqsak, kelmaydi. To'g'ri. Onda qilib qolsa, tuqqanlar mush arzu to'ldirish jihatida qiynalib tuqqanlik deb qolsanglar, mush 40 Korilninki 40 o'rtaq rayoni, mush o'ng qo'l taraf, yon tarafdagi yangi Nobel arzu to'ldirish o'rniga kelsang bo'ldi, ikkinchi qavatda. Mush ayta qilib qo'yma. Yoki bo'lmasa aloqalashmasanglar, mang gapsanglar, men shu Aygul muallim bilan uchrashtirib qo'ymoqchi qolamiz.